Bu bemorimizda L4 L5 sohasida 5,7 mm greja bilan keldi va qo'shimcha osteoxondroz va osteoporoz kasalliklari kuzatilmoqda. Mana MRTlarni telefonlariga tushirib kelibdilar. Biz bularga manualniy terapiya, olovli massaj va massaj oxirida hijoma qilib beramiz. O manual terapiyadan keyin hissiyotlar qanday o'zingizda? Juda ham yaxshi hissiyotlar. Juda ham ta'siri yaxshi bo'ldi. Shikoyatlaringiz qanaqa edi oldin? Shikoyatim endi shu belda grija bor edi, oyoqda sal tortishi bor edi. Shu narsa sezilyapti, yo'qda. Hissiyot yaxshi. Juda ham rahmat sizlarga.